Endi ham mana shu narxda remont qilmasangiz, odam emas ekansiz. Qarang. Devoringizni xuddi mana shunday holatdan usta akalarimiz qaranglar, xuddi mana shunday holatga keltirib berishadi. Atagi 100 ming so'mga bo'lyapti. Usta haqlari, mahsulotlari, hamma narsasi ichida pol bitta obyektni ko'rsataman. Bitta baho bering. Obyektni kattaligini ko'ringlar. Azizlar, mana shu katta obyektimiz 25 million so'mga bitgan. Usta haqlari, mahsulotlari, hamma narsasi ichida. Obyektni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Naqd 10 kunda ichida mana shunday chiroyli holatga keltirib berishibdi usta akalarimiz. Usta haqqi, mahsulotlari, hamma narsasi ichida deyaptilar. Nodir aka, o'zi haqiqatan ham sizga 100 ming so'm bersam, aka. Xuddi mana shunday holatga keltirib berasizmi aka? 100 ming so'm berasiz menga. Yo'lashga to'g'ri bo'lsa, men sizga Xtoy Traventin, lak, polirovka, atachunto qilib beraman aka. Yaxshi zo'r-ku. Qarang, endi meni o'yimda masalan mana bunaqa tiyaga bo'lmasa, yo mana bunaqa pat bo'lmasa, buni qanday qilamiz? Aka, tiyaga patlarni olib berasiz, tegin ustoga qilib beraman. Nechta tiyaga bor, nechta pat bo'lsa, tegin ustoga qo'yib beraman aka. Yo'q, nechta bo'lsa ham tegin ustoga qilib berasiz. Nechtasiga ham qo'yib beraman. Yaxshi zo'r ekan. Usta akamizga aloqaga chiqasizlar, 12 ta bo'ladi bo'yicha xizmat ko'rsatamizmi aka? Albatta aka. Remont juda ham zo'r chiqibdi. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. 2 sloj jidki traventin, 2 sloj polirovka, 2 sloj laklargacha qilib beribdilar. Jidki mo'sh traventin bo'ladi. Yuvib ishlatasizlar. Usta akamiz faqat mana shu jidki traventinni qilib berganlar. Kapel bo'yicha, patolog bo'yicha murojaat qilmaysizlar. Faqat jidki traventin bo'yicha murojaat qilinglar, yorib yuborar ekanlar, lekin 100 ming so'mga zo'r aka. Aka, skidga bo'lyapti. 100 ming so'mdan karta beraman. Menman degan usta o'rgan yo'q aka. Solishtirib ko'raversin. Gap yo'q.